Mashpoli aka 180 ming dollarga baholashda olib sotadilar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga quvada yagona bo'lgan katta 480 ming dona payvand bo'lgan ko'chat poliyamizni obzorini qilamiz hamda sortlar haqida oz-moz ma'lumotlar berib ketamiz do'stlar. Mana bu yer olmadan boshlari hozir olma poliyamiz 180 ming dona olma payvand bo'lgan. Bu yerda 8 xil olmamiz bor. Bu ko'rib turganlaring oqoyim deyiladi, ertaki olmalardan. Oq bo'ladi rangi, juda ham eksportda ham O'zbekiston ichki bozoriga ham erta chiqqani hisobiga, mazasi jihatdan zo'rligini hisobiga yaxshi sotiladi. Bu tomonida bo'lsa mana Pink Lady, o'sha mashhur bo'lib turgan Pink Lady rozgulov olmasi. Buni ham ajratib ham olsam barki qirrali bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek barkini u xudo xolasa fevralga yaqin to'kadi do'stlar. Bu barkini to'kmaydi, tanasi ham o'zi dog'-dog' bo'lib mana shu holatda bo'ladi do'stlar. Ham mana kirib rangini qaranglar, Pink Lady bilan ajrab turadi, 100 ajraydi do'stlar. Bu yoqda mana 5 yulduz olmasini ko'rsating. Mana do'stlar 5 yulduz olmasi kreps olmasiga qaraganda tanasi ochiqroq bo'ladi. Bu yerda mana shiponka gilosi hamda skina giloslar, endi giloslarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaring shiponka gilosi bo'ladi. Mana tagi qora gilosga payvand bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitiga moslashayotgan qora gilos birinchi o'rinda, tagi qora bo'lishi kerak. Bu ko'rib turganlaringiz skina gilosda bo'ladi. Buni qaranglar do'stlar mana. Tinlikda qaranglar, bu yerda juda ham ko'p kurtay bo'ladi. Kurtay borasida skinaga yetadi xon yo'q. Mevasi ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, videolarni ham joylaganmiz. Juda ham serhosil gilos. Tarbiyasini zo'r qilsa, eksportdan bo'lyapti, narxi ham yaxshi sotilyapti. Bu yerda mana 45 ming dona skina gilosdan o'zi payvand bo'lgan do'stlar. Hozir yana boshqa giloslarimizni ko'rsatamiz. Bu ko'rib turganlaring Lapens gilosi bo'ladi do'stlar. Lapens ham skinani singari gilos, lekin bunda ozgina farqi, pinligi ozgina kamroq. Mana ko'rib turibsizlar skinaga. Bu yerda gilos